hurmatli xotinlar, qizlar, ko'p odam menga direktdan yozadi. Gul opa, sochingiz nimaga qalin deydi. Mana men masalan katta xotinmiz, endi bir xillarniki katta bo'lgan sari sochlari to'kilib ketaveradi-yu, bizlarniki to'kilsa ham o'sib ketaveradi. Qarang. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Bu sochimni men oldin shu 10 yil, 15 yil oldin anaqa qilardim. Bitta dona piyozni olib, piyozni anaqa мясорубкаdan, so'kojmalkadan chiqarib suvini olib, keyin o'sha suvga ozgincha anaqa yo oddiy salatviy yog' bor, salatviy yog'ni qo'shib yorib, piyozni suv bilan salatviy suvni qo'shib yorib, mana bunaqa ko'rniklariga surib chiqardim-da, hamma joyga surib, mana shunaqa hamma joyga sochga tegishi shart emas, faqat ildiziga tegishi kerak o'sha suvi. Keyin salapan o'rab yorardim. Keyin 20 minut turardi-da, 20 minut turgandan keyin 2 marta shampunlab, birinchi atir suvida, keyin shampunlab, keyin anaqada balzamda yuvarardim. O'shancha cho'chim mana shunaqa qalin-da, qarang. Вообще qalin-ey, namatga o'xshaydi, namatga. Chunki rosa ko'p qilganman shu piyozni suvini-chi. Shuning uchun sizlarga hozir aytmoqchimanki, anaqa nima deydi, piyozni suvini sho'rkadan, so'kojmalkadan chiqaringlar-da. Keyin ozgincha yog'ni qo'shib, salatviy yog' bor-ku, shunaqa yog'ni qo'shib, aralashtirib, mana shunaqa ildizlarga surib chiqinglar. Ham sochinglarni baquvvat qiladi, ham qalin qiladi. Shuni 3 oyda bir marta qilsanglar bo'ladi, shart emas har kun, lekin yomon sasiydi. Ehtiyot bo'ling. Anaqa yandan keyin yaxshilab yuvib tashlaysizlar, 2 marta, 3 marta balzamlab, shampunlab yuvib tashlaysizlar, toza bo'ladi. Yuvib tashlab, quritib, ozgina ko'chaga chiqsanglar, havoda ketib qoladi hidi. Lekin sochingiz yaltillab, chotki bo'ladi. Opasalim, shuni aytdim, ana bitta ikkita ayollar Gulpa, anaqa aytvaning mashina bizga tushuntirib yuboring deb direktdan yozgan uchun, ichkadan yozgan uchun aytdim. Son bo'lib yaxshi o'tirib, jonlarim sizlarni sevaman.